katta uy qidirayotgan bo'lsangiz, sizga zo'r uy topib qo'yganmiz. Farg'ona shahar markazida, Tantana yaqinida, yo'lda bo'yida joylashgan 8 qavatli novostroykani 6-qavatdan 88 kvadrat metrga 3 xonali kvartira. Tashqarilari zakrytый двор, mashina qo'yish uchun parkovkalar hamda zelyoniy zonalariga ega. Tashqaridan kirish qismi, temir eshiklar va keng, baland va uzun koridor qismi, kattagina xonadon. Bu tomonda birinchi xonasi joylashgan, o'zini balkoniga ham ega. Akfa romlar o'rnatilgan, tashqi yorug'likdan mutlaqo muammosi yo'q. Uy skvoznoy holatda. Bu tomon esa navbatdagi ikkinchi xonasi. Uyda barcha mebel texnikalar qoldirilmoqda. Hojatxona hamda vanna xonasi ham alohida qilingan. Bu yer hojatxonasi. Kafelari qilingan, yaxshi holatda. Bu tomonda esa vanna xonani ko'rishingiz mumkin. Kattagina joyda muammo yo'q, kafellar terilgan. Skvoznoy holatda juda ham yaxshi havo aylanib turadi. Bu tomonda esa 3-xonasini ko'rishingiz mumkin. Yotoqxona, aytib o'tganimizdek, barcha mebel texnikalar, ko'rib turgan hamma narsalaring qoldirilyapti. Uy kosmetik holatda, bitta ob'y qo'ysangiz umuman muammosi qolmaydi. Bu tomonda esa kattagina oshxona, o'tirishga, joylargacha qilib qo'yishgan hamma jihoz texnikalari qoldirilyapti. Isitish tizimidan muammosi yo'q, juda ham yaxshi holatda, shaharda markazidan ideal kvartira. Do'stlar, uyni qisqacha tanishtirib o'tdik. Shahar markazidan kvartira izlayotganlar uchun ayni muddo videoni yuborib qo'ysalaring ham bo'ladi. Narxi esa $49500. Albatta ozroq kam bor. Qiziqqanlar bo'lsa quyidagi raqamlarga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Like bosib do'stlaringizga ulashishni unutmang. Biz esa sizlarga bundan ham zo'rlarini eshitib davom etamiz.